Ikkinchi paragraf. Kassatsiya instansiyasi sudida ish yuritish. 324 prim 12 modda. Kassatsiya tartibida sud hujjatlarini ko'rish. Kassatsiya tartibida birinchi instansiya sudining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar bo'yicha qarorlari, agar ular apellyatsiya tartibida ko'rilmagan bo'lsa, ko'rilishi mumkin. 324 prim 13 modda. Kassatsiya shikoyati berish, protest keltirish huquqi. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bo'yicha o'ziga nisbatan sud qarori chiqarilgan shaxs, jabrlanuvchi, ularning qonuniy vakillari, advokat va ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma tuzgan organ sud hujjatlari ustidan, agar ish apellyatsiya tartibida ko'rilmagan bo'lsa, apellyatsiya tartibida shikoyat berish muddati o'tgach, kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, uning o'rinbosarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori, viloyatlar, Toshkent shahar, tumanlar, shaharlar prokurorlari va ularga tenglashtirilgan prokurorlar, shuningdek ularning o'rinbosarlari sud hujjatlari ustidan, agar ish apellyatsiya tartibida ko'rilmagan bo'lsa, apellyatsiya tartibida protest keltirish muddati o'tgach, kassatsiya tartibida protest keltirishga haqli. Ushbu moddaning 1 va 2 qismlarida ko'rsatilgan shaxslar kassatsiya shikoyatida protestda bayon etilgan vajlarni tasdiqlovchi qo'shimcha materiallar taqdim etishga haqli. 324 prim 14 modda. Kassatsiya shikoyati protest berish tartibi va muddati. Kassatsiya shikoyati protesti. Birinchi, jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlarining qarorlari ustidan Qoraqalpog'iston Respublikasi sudiga, viloyatlar, Toshkent shahar sudlariga. Ikkinchi, hududiy harbiy sudlarning qarorlari ustidan O'zbekiston Respublikasi harbiy sudiga berilishi mumkin. Kassatsiya shikoyatlari protestlari qaror chiqarilgan sud orqali beriladi. Shikoyat protest bevosita kassatsiya instansiyasi sudiga berilgan taqdirda, sud ularni qaror chiqargan sudga ushbu kodeksning 324 prim 1 moddasida bayon etilgan talablarni bajarish uchun yuboradi. Kassatsiya shikoyat protesti birinchi instansiya sudining qarori chiqarilgan kundan e'tiboran 6 oy ichida berilishi mumkin. Ushbu moddaning 3-qismida nazarda tutilgan muddat o'tkazib yuborilgan taqdirda, kassatsiya instansiyasi sudi kassatsiya shikoyati protesti berayotgan shaxsning iltimosnomasiga asosan, agar u o'tkazib yuborish sabablarini uzrli deb topsa, o'tkazilgan muddatni tiklashga haqli bo'lib, bu haqida ajrim chiqaradi. 324 prim 15 modda. Kassatsiya shikoyatining protestining mazmuniga qo'yiladigan talablar. Kassatsiya shikoyatining protestining mazmuni ushbu kodeksning 324 prim 4 moddasi talablariga javob berishi kerak. Agar mazkur talablar bajarilmasa, sud ushbu kodeks 324 prim 4 moddasining 2 va 3 qismlarida nazarda tutilgan qarorlardan birini qabul qiladi. 324 prim 16 modda. Kassatsiya shikoyatini protestini ko'rib chiqish muddatlari. Birinchi instansiya sudining ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bo'yicha chiqarilgan qarori ustidan kassatsiya shikoyati protesti ushbu shikoyat protest ishining barcha materiallari bilan birga kelib tushgan kundan e'tiboran 15 sutka ichida kassatsiya instansiyasi sudi tomonidan ko'rib chiqilishi lozim. 324 prim 17 modda. Ishda ishtirok etuvchi shaxslarni xabardor qilish. Ishni birinchi instansiyada ko'rib chiqqan sud tomonidan kassatsiya shikoyati protesti kelib tushganligi to'g'risida ishda ishtirok etuvchi shaxslar, agar shikoyat protest ularning manfaatlariga daxldor bo'lsa, 3 kunlik muddatda xabardor qilinadi. Ushbu moddaning 1-qismida ko'rsatilgan shaxslarga kassatsiya shikoyatining protestining nusxasi yoki uning elektron nusxasi bilan qaror chiqargan sudning internet resursi orqali tanishish imkoniyati to'g'risidagi xabarnoma yuboriladi. Bunda taraflarga kassatsiya shikoyatiga protestiga doir o'z e'tirozlarini yozma shaklda yoxud elektron hujjat tarzida taqdim etish huquqi, e'tirozlarni taqdim etish muddati ko'rsatilgan holda tushuntiriladi. Kassatsiya shikoyati protesti yuzasidan kelib tushgan e'tirozlar ishga qo'shib qo'yiladi. Ushbu moddaning 1-qismida ko'rsatilgan shaxslar ish kassatsiya instansiyasi sudga ko'rib chiqish uchun kiritilganligi to'g'risida birinchi instansiya sudi tomonidan xabardor qilinadi. 324 prim 18 modda. Kassatsiya shikoyatini protestini qaytarib olish.
Sudning ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bo'yicha qarori ustidan kassatsiya shikoyatini bergan shaxs uni qaytarib olishga haqli. Kassatsiya protestini qaytarib olish huquqi protestini kiritgan prokurorga, shuningdek, yuqori turuvchi prokurorga tegishlidir. O'ziga nisbatan sudning ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishi bo'yicha qarori chiqarilgan shaxs o'z advokatining kassatsiya shikoyatini qaytarib olishga haqli. Ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxsning advokati, qonuniy vakili o'z kassatsiya shikoyatini faqat ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxsning roziligi bilan qaytarib olishga haqli. Kassatsiya shikoyatini protestini qaytarib olishga kassatsiya instansiyasi sudi qaror qabul qilish uchun alohida xonaga kirgunga qadar yo'l qo'yiladi. Kassatsiya shikoyatini protestini qaytarib olishda kassatsiya instansiyasi sudi qaror chiqaradi va bu qaror bilan agar sud qarori ustidan boshqa shaxslar shikoyat qilmagan bo'lsa, kassatsiya tartibida ish yuritishni tugatadi. Kassatsiya shikoyatini protestini qaytarib olish to'g'risidagi hujjat ishda qoldiriladi. 324 prim 19-modda kassatsiya shikoyatini protestini ko'rib chiqish tartibi. Birinchi instansiya sudining ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bo'yicha qaror ustidan berilgan kassatsiya shikoyati protest kassatsiya instansiyasi sudining sudyasi tomonidan yakka tartibda ko'rib chiqiladi. Kassatsiya instansiyasi sudi ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni sud majlisida ushbu paragrafda belgilangan xususiyatlarni hisobga olgan holda ushbu kodeksning 23-bobida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rish qoidalariga binoan ko'rib chiqadi. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish kassatsiya instansiyasida ko'rilayotgan sud majlisi ish bo'yicha raislik qiluvchi tomonidan ochiladi. U qanday ish va kimning kassatsiya shikoyati protesti bo'yicha ko'rilayotganligi e'lon qiladi. Shundan keyin raislik qiluvchi sud tarkibini e'lon qiladi. Sud majlisi kotibining, shuningdek, agar sud majlisida ishtirok etayotgan bo'lsa, prokurorning, advokatning va tarjimonning familiyasi, ismini, otasining ismini ma'lum qiladi. Raislik qiluvchi ishda ishtirok etuvchi qaysi shaxslar, ularning vakillari kelganligi aniqlashtiradi. Hozir bo'lganlarning shaxsini aniqlaydi. Mansabdor shaxslar va vakillarning vakolatlarini tekshiradi. Ishda ishtirok etayotgan shaxslarga ularning huquq va majburiyatlarini tushuntiradi. Bildirilgan iltimosnomalarni hal qiladi. Sud majlisining vaqti va joyi to'g'risida lozim darajada xabardor qilingan shaxslarning kelmaganligi ishni kassatsiya tartibida ko'rish uchun monelik qilmaydi. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni kassatsiya instansiyasi sudida ko'rish sud majlisida raislik qiluvchi sudyaning ma'ruzasi bilan boshlanadi. Ma'ruza davomida ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish holatini birinchi instansiya sudi qarorining mazmuni, kassatsiya shikoyatini, protest vajlari bayon etiladi. Ma'ruzadan keyin sud majlisida hozir bo'lgan ishda ishtirok etuvchi shaxslarning, ular vakillarining tushuntirishlari eshitiladi. Kassatsiya shikoyati bergan shaxs yoki uning vakili yoxud agar prokuror kassatsiya protesti bergan bo'lsa, prokuror birinchi bo'lib so'zga chiqadi. Kassatsiya instansiyasi sudi ishida ishtirok etuvchi shaxslarning o'zlarini eshitib tegishli iltimosnomalar mavjud bo'lganda yoki o'z tashabbusiga ko'ra ishdagi mavjud va sudga taqdim etilgan sud tomonidan talab qilib olingan yangi dalillarni tekshiradi. Sud kassatsiya shikoyatining protestining vajlari bilan chegaralanmay, unga ilova qilingan qo'shimcha materiallarni hamda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish materiallarini to'liq hajmda tekshiradi. Kassatsiya instansiyasi sud ish holatini aniqlashtirishni va dalillarni tekshirishni tamomlagach, ishda ishtirok etayotgan shaxslarga ular sudda tushuntirishlar bergan ketma-ketlikda muzokaralarda chiqish imkoniyatini yaratadi. Sud muzokaralari tugallangach, sudya qaror qabul qilish uchun alohida xonaga kiradi. Ishni kassatsiya tartibida ko'rib chiqish natijalari bo'yicha qaror qabul qilinadi. Qarorning ko'chirma nusxalari kassatsiya shikoyat protesti bergan shaxsga va ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarga ushbu kodeksning 324 prim 11-moddasida nazarda tutilgan tartibda yuboriladi. 324 prim 20-modda kassatsiya instansiyasi sudning vakolatlari. Birinchi instansiya sudining qarori ustidan kassatsiya shikoyatni protestini ko'rib chiqish natijalariga ko'ra, kassatsiya instansiyasi sudi quyidagi qarorlardan birini qabul qiladi. Birinchi instansiya sudi qarorini o'zgarishsiz shikoyatni protestini esa qanoatlantirmay qoldirish to'g'risida. Ikkinchi, birinchi instansiya sudining qarorini, shuningdek, organning mansabdor shaxsning qarori bekor qilish va ishini ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida
bayonnoma tuzgan organga mansabdor shaxsga qaytarish haqida. 3. Birinchi instansiya sudi qarorini o'zgartirish yoki bekor qilish va yangi qaror chiqarish to'g'risida. 4. Birinchi instansiya sudi qarorini bekor qilish va ish yuritishni tugatish to'g'risida. 5. Jazo chorasini kuchaytirmagan holda uni ma'muriy huquqbuzarlik uchun javobgarlik to'g'risidagi qonunchilik hujjatida nazarda tutilgan doirada o'zgartirish haqida. 6. Kassatsiya shikoyati protesti qaytarib olinishi munosabati bilan kassatsiya ish yuritishni tugatish to'g'risida. Kassatsiya instansiyasi sudining qarori chiqarilgandan keyin darhol o'qib eshittiriladi. Kassatsiya instansiyasi sudining qarori ustidan taftish tartibida shikoyat protest berilishi mumkin. 324 prim 21 modda sud hujjatini o'zgartirish yoki bekor qilish uchun asoslar. Sud hujjatining noqonuniyligi, asoslantirilmaganligi va adolatsizligi sud hujjatini kassatsiya tartibida o'zgartirish yoki bekor qilish uchun asos bo'ladi. Sudning mazmunan to'g'ri bo'lgan hujjati faqat birgina yuzaki asoslarga ko'ra bekor qilinishi mumkin emas. 324 prim 22 modda kassatsiya instansiyasi sudining qarori. Kassatsiya instansiya sudining qarorida quyidagilar ko'rsatilishi kerak. 1. Qaror chiqargan sudning nomi va tarkibi. 2. Sud ishining raqami, qaror chiqarilgan sana va joy. 3. Qaror chiqarilgan ish. 4. Kassatsiya shikoyati protesti bergan shaxs familiyasi, ismi, otasining ismi. 5. Shikoyat berilgan protest keltirilgan sud hujjatlarining mazmuni. 6. Sudning kassatsiya shikoyatini protestini ko'rib chiqish natijalari yuzasidan xulosalari hamda sud amal qilgan qonunlarga va boshqa qonunchilik hujjatlariga havolalar. Kassatsiya instansiyasi sudining qarori sudya tomonidan imzolanadi. Kassatsiya instansiyasi sudining qarori chiqarilgan kundan e'tiboran qonuniy kuchga kiradi. Kassatsiya instansiyasi sudining qarori uni chiqargan sudga chiqarilgan kundan e'tiboran 3 sutkadan kechiktirmay ish bilan birga ijro etish uchun yuboriladi. 3-paragraf. Taftish instansiyasi sudida ish yuritish. 324 prim 23 modda taftish tartibida qayta ko'rilishi mumkin bo'lgan sud qarorlari. Jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlarining, hududiy harbiy sudlarining apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida ko'rib chiqilgan qarorlari, shuningdek apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyasi sudining qarorlari O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan taftish tartibida ko'rib chiqiladi. 324 prim 24 modda sud hujjatlari ustidan taftish tartibida shikoyat berish huquqiga ega bo'lgan shaxslar. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bo'yicha o'ziga nisbatan sud qarori chiqarilgan shaxs, jabrlanuvchi, ularning qonuniy vakillari, advokat va ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma tuzgan organ birinchi instansiya sudining apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida ko'rib chiqilgan qarorlari, shuningdek apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyasi sudining qarorlari ustidan taftish tartibida shikoyat berishga haqlidir. 324 prim 25 modda sud hujjatlari ustidan taftish tartibida protest keltirish huquqiga ega bo'lgan shaxslar. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori yoki uning o'rinbosarlari birinchi instansiya sudining apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida ko'rib chiqilgan qarorlari, shuningdek apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyasi sudlarining qarorlari ustidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga taftish tartibida protest keltirishga haqli. 324 prim 26 modda sud hujjatlarini taftish tartibida qayta ko'rib chiqishga yo'l qo'yiladigan muddat. Shikoyat, protest, apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyasi sudining qarori chiqarilgan kundan e'tiboran 6 oy ichida berilishi mumkin. Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan muddat o'tkazib yuborilgan taqdirda taftish instansiyasi sudi shikoyat, protest berayotgan shaxsning iltimosnomasiga ko'ra agar uni o'tkazib yuborish sabablarini uzrli deb topsa, o'tkazib yuborilgan muddatni tiklashga haqli bo'lib, bu haqda ajrim chiqariladi. 324 prim 27 modda taftish tartibida beriladigan shikoyatning protestining mazmuniga qo'yiladigan talablar. Taftish tartibidagi shikoyatda protestda quyidagilar ko'rsatilishi kerak. 1. Shikoyat protesti yuborilayotgan ishni taftish
tartibida ko'radigan sudning nomi. Ikkinchi, shikoyat protez bergan shaxs, uning protsessual mavqei, uning yashash joyi yoki joylashgan yeri to'g'risidagi ma'lumotlar. Uchinchi, sud ishining raqami ustidan shikoyat protez berilayotgan qaror chiqarilgan sana. Birinchi instansiya, apellyatsiya, kassatsiya instansiyasi sudining nomi. To'rtinchi, shikoyat protezi berayotgan shaxsning fikriga ko'ra qarorning noto'g'riligi nimadan iborat ekanligi to'g'risidagi vajlari, shuningdek uning iltimosining mazmuni. Beshinchi, shikoyat protezi bergan shaxs o'z talablarini asoslayotgan dalillar. Oltinchi, shikoyatga protezga ilova qilinayotgan materiallar ro'yxati. Yettinchi, shikoyat protez berilgan sana, shikoyat protez bergan shaxsning imzosi. 324 prim 28 modda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni taftish tartibida tekshirish uchun talab qilib olish va shikoyatni protezini taftish tartibida ko'rib chiqish muddati. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining raisi va uning o'rinbosarlari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudyasi ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni tekshirish uchun suddan taftish tartibida berilgan shikoyat protez bo'yicha talab qilib olishga haqli. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va uning o'rinbosarlari taftish tartibida protez keltirish to'g'risidagi masalani hal etish uchun ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni suddan talab qilib olishga haqli. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni talab qilib olish uchun ushbu kodeksning 324 prim 24 moddasida ko'rsatilgan shaxslarning shikoyatlari sabab bo'ladi. Taftish tartibida berilgan shikoyat protez 1 oygacha bo'lgan muddatda, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish talab qilib olingan taqdirda esa 2 oygacha bo'lgan muddatda ko'rib chiqilishi lozim. 324 prim 29 modda. Taftish tartibidan berilgan shikoyatni protezini qaytarib olish. Sudning ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bo'yicha qarori ustidan taftish tartibidagi shikoyatni bergan shaxs uni qaytarib olishga haqli. Taftish tartibida berilgan protezni qaytarib olish huquqi protez keltirilgan prokurorga, shuningdek yuqori turuvchi prokurorga tegishlidir. O'ziga nisbatan sudning ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bo'yicha qaror chiqarilgan shaxs o'z advokatining taftish tartibida berilgan shikoyatini qaytarib olishga haqli. Ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxsning advokati, qonuniy vakili o'zining taftish tartibida berilgan shikoyatini faqat ma'muriy javobgarlikka tortilayotgan shaxsning roziligi bilan qaytarib olishga haqli. Taftish tartibida berilgan shikoyatni protezni qaytarib olishga taftish instansiyasi sudi alohida xonaga kirgunga qadar yo'l qo'yiladi. Taftish tartibida berilgan shikoyatni protezni qaytarib olish to'g'risidagi hujjat ishda qoldiriladi. 324 prim 30 modda. Taftish tartibida berilgan shikoyatni protezi ko'rib chiqmasdan qaytarish. Taftish tartibida berilgan shikoyat protez quyidagi hollarda ko'rib chiqilmasdan qaytariladi. Agar birinchi, shikoyat protez ushbu kodeksning 324 prim 27 moddasida nazarda tutilgan talablarga javob bermasa. Ikkinchi, shikoyat protez ushbu kodeksning 324 prim 24 va 324 prim 25 moddalarida ko'rsatilgan shaxslar tomonidan berilmagan bo'lsa. Uchinchi, shikoyat protez belgilangan muddat o'tkazilib berilgan bo'lsa. To'rtinchi, taftish tartibida berilgan shikoyatni protezini qaytarib olish to'g'risida ariza kelib tushgan bo'lsa. Beshinchi, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish taftish tartibida ko'rilishi lozim bo'lmasa. Ushbu modda birinchi qismining birinchi va ikkinchi bandlarida ko'rsatilgan holatlar bartaraf etilgandan keyin shikoyat protez bergan shaxs takroran umumiy asoslarda murojaat qilishga haqlidir. 324 prim 31 modda. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga kelib tushgan taftish tartibida berilgan shikoyatlar bo'yicha qabul qilinadigan qarorlar. Taftish tartibida berilgan shikoyat unga ilova qilingan materiallar bilan birga zarur bo'lgan hollarda esa ishni talab qilib olgan holda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudyasi tomonidan o'rganib chiqiladi. Shikoyatni o'rganib chiqish natijalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudyasi o'z ajrimi bilan quyidagi qarorlardan birini qabul qiladi. Birinchi, sud qarorlarini taftish tartibida qayta ko'rib chiqish uchun asoslar mavjud emasligi to'g'risida. Ikkinchi, shikoyatni ish bilan birga ko'rib chiqish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga o'tkazish haqida. Taftish tartibida shikoyat bergan shaxsga qabul qilingan qaror to'g'risida 3 sutka ichida xabar qilinadi.
324 prim 32-modda sud qarorlarini O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida taftish tartibida qayta ko'rib chiqish uchun asoslar mavjud emasligi to'g'risidagi ajrim. Sud qarorlarini O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida taftish tartibida qayta ko'rib chiqish uchun asoslar mavjud emasligi to'g'risidagi ajrimda quyidagilar ko'rsatilishi kerak. Birinchi, ajrim chiqarilgan joy va sana. Ikkinchi, ajrim chiqarilgan sudyaning familiyasi, ismi va otasining ismi. Uchinchi, taftish tartibida shikoyat berilgan shaxs haqidagi ma'lumotlar. To'rtinchi, qaror chiqarilgan birinchi instansiya, apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyasi sudining nomi, birinchi instansiya, apellyatsiya yoki kassatsiya instansiya sudining qarori chiqarilgan sana. Beshinchi, taftish tartibida berilgan shikoyatning mazmuni. Oltinchi, taftish tartibidagi shikoyatni ko'rib chiqish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga o'tkazishni rad etish sabablari va asoslari. Sud qarorlarini O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida taftish tartibida qayta ko'rib chiqish uchun asoslar mavjud emasligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudyasining ajrimi ustidan taftish tartibida shikoyat bergan shaxs tomonidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisiga, uning o'rinbosariga shikoyat qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi, uning o'rinbosari taftish tartibida shikoyat bergan shaxsning shikoyatiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudyasining sud qarorlarini taftish tartibida qayta ko'rib chiqish uchun asoslar mavjud emasligi to'g'risidagi ajrimni bekor qilish haqida ajrim chiqarishga va shikoyatni ish bilan birga taftish tartibida ko'rib chiqish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga o'tkazishga haqlidir. 324 prim 33-modda taftish tartibida berilgan shikoyatni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga ko'rib chiqish uchun o'tkazish to'g'risidagi ajrim. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudyasining taftish tartibida berilgan shikoyatini O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga ko'rib chiqish uchun o'tkazish to'g'risidagi ajrimda quyidagilar ko'rsatilishi kerak. Birinchi, ajrim chiqarilgan joy va sana. Ikkinchi, ajrim chiqarilgan sudyaning familiyasi, ismi, otasining ismi. Uchinchi, taftish tartibida shikoyat bergan shaxs haqidagi ma'lumotlar. To'rtinchi, qaror chiqarilgan birinchi instansiya, apellyatsiya yoki kassatsiya instansiya sudining nomi, birinchi instansiya, apellyatsiya yoki kassatsiya instansiya sudining qarori chiqarilgan sana. Beshinchi, taftish tartibida berilgan shikoyatning mazmuni. Oltinchi, taftish tartibida berilgan shikoyatni ko'rib chiqish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga o'tkazish sabablari va asoslari. Yettinchi, ishni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida ko'rib chiqish joyi va sanasi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudyasi taftish tartibida berilgan shikoyatni o'zi chiqargan ajrim bilan birga O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga ish bilan birga o'tkazadi. 324 prim 34-modda shikoyat protest taftish tartibida ko'rib chiqish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga kiritilganligi to'g'risida xabardor qilish. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bo'yicha o'ziga nisbatan sud qarori chiqarilgan shaxs, jabrlanuvchi, ularning qonuniy vakillari, advokat va ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma tuzgan organ. Agar shikoyat protest ularning manfaatlariga daxldor bo'lsa, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish taftish tartibida ko'rib chiqish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga kiritilganligi to'g'risida 3 sutka ichida xabardor qilinadi. Taftish tartibida berilgan shikoyatning protestning ko'chirma nusxasi yoxud qaror chiqarilgan sudning internet resursi orqali uning elektron nusxasi bilan tanishish mumkinligi to'g'risida xabarnoma ushbu moddaning birinchi qismida ko'rsatilgan shaxslarga yuboriladi. Bunda taraflarga ularning taftish tartibida berilgan shikoyatga protestga doir o'z e'tirozlarini yozma shaklda yoxud elektron hujjat tarzida taqdim etish huquqi, e'tirozlarni taqdim etish muddati ko'rsatilgan holda tushuntiriladi. Taftish tartibida berilgan shikoyat protest yuzasidan kelib tushgan e'tirozlar ishga qo'shib qo'yiladi. 324 prim 35-modda ishni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida taftish tartibida ko'rib chiqish uchun tayyorlash. Ish
O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudyasining ajrimi taftish tartibida berilgan shikoyat protest bilan birga kelib tushgandan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bo'yicha o'ziga nisbatan sud qarori chiqarilgan shaxsni, jabrlanuvchi, ularning qonuniy vakillarini, advokatni va ma'muriy huquqbuzarlik haqida bayonnoma tuzgan organni taftish tartibida shikoyat protest berilganligi haqida, agar shikoyat protest ularning manfaatlariga daxldor bo'lsa, ishni ko'rib chiqish boshlanishidan kamida 3 sutka oldin xabardor qiladi. Taftish tartibida berilgan shikoyatning protestning nusxasi yoxud qarori chiqarilgan sudning internet resursi orqali uning elektron nusxasi bilan tanishish mumkinligi to'g'risida xabarnoma ushbu shaxslarga yuboriladi. Bunda taraflarga ularning taftish tartibida berilgan shikoyatiga, protestiga doir o'z e'tirozlarini yozma shaklda yoxud elektron hujjat tarzida taqdim etish huquqi, e'tirozlarni taqdim etish muddati ko'rsatilgan holda tushuntiriladi. Taftish tartibida berilgan shikoyat, protest yuzasidan kelib tushgan e'tirozlar ishga qo'shib qo'yiladi. Ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan talablar bajarilgandan keyin ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bo'yicha o'ziga nisbatan sud qarori chiqarilgan shaxs, jabrlanuvchi, ularning qonuniy vakillari, advokat va ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma tuzgan organ, agar shikoyat protest ularning manfaatlariga daxldor bo'lsa, ish taftish tartibida ko'riladigan vaqt haqida ishni ko'rib chiqish boshlanishidan kamida 3 sutka oldin xabardor qilinadi. 324 prim 36 modda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining sud majlisida taftish tartibida ko'rishda taraflarning ishtirok etishi. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining sud majlisida taftish tartibida ko'rishda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bo'yicha o'ziga nisbatan sud qarori chiqarilgan shaxs, jabrlanuvchi, ularning qonuniy vakillari, advokat va ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida bayonnoma tuzgan organ ishtirok etishga haqli. Ushbu shaxslar sud majlisida bevosita yoxud videokonferensiya aloqa tizimidan foydalangan holda ishtirok etishi mumkin. Prokuror tomonidan taftish tartibida protest kiritilgan ishlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, uning o'rinbosari yoki ular tomonidan vakolat berilgan prokuror ishtirok etishi shart. 324 prim 37 modda ishni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida taftish tartibida ko'rish tartibi. Ish O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida Oliy sud sudyasi tomonidan taftish tartibida yakka tartibda ko'rib chiqiladi. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida taftish tartibida ko'rilayotganda sud majlisi raislik qiluvchi tomonidan ochiladi. U qanday ish va kimning taftish tartibida berilgan shikoyati protesti bo'yicha ko'rilayotganligi e'lon qiladi. Shundan keyin raislik qiluvchi sud tarkibini e'lon qiladi. Sud majlisi kotibining, shuningdek, agar sud majlisda ishtirok etayotgan bo'lsa, prokurorning, advokatning va tarjimonning familiyasini, ismini, otasining ismini ma'lum qiladi. Raislik qiluvchi ishda ishtirok etuvchi qaysi shaxslar, ularning vakillari kelganligini aniqlashtiradi. Hozir bo'lganlarning shaxsini aniqlaydi. Mansabdor shaxslar va vakillarning vakolatlarini tekshiradi. Ishda ishtirok etayotgan shaxslarga ularning huquq va majburiyatlarini tushuntiradi. Bildirilgan iltimosnomalarni hal qiladi. Sud majlisining vaqti va joyi to'g'risida lozim darajada xabardor qilingan shaxslarning kelmaganligini ishni taftish tartibida ko'rish uchun monelik qilmaydi. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni taftish instansiyasi sudida ko'rish sud majlisida raislik qiluvchi sudyaning ma'ruzasi bilan boshlanadi. Ma'ruza davomida ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish holatlari birinchi instansiya, apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyasi sudi qarorining mazmuni, taftish tartibida berilgan shikoyatning, protestning vajlari bayon etiladi. Ma'ruzadan keyin sud majlisida hozir bo'lgan ishda ishtirok etuvchi shaxslarning ularning vakillarining tushuntirishlari eshitiladi. Taftish tartibidagi shikoyatni bergan shaxs yoki uning vakili yoxud agar prokuror taftish tartibida protest keltirgan bo'lsa, prokuror birinchi bo'lib so'zga chiqadi. Taftish instansiyasi sudi ishda ishtirok etuvchi shaxslarning o'zlarini eshitib, tegishli iltimosnomalar mavjud bo'lganda yoki o'z tashabbusiga ko'ra ishdagi mavjud va sudga taqdim etilgan sud tomonidan talab qilib olingan yangi dalillarni tekshiradi. Sud taftish tartibida berilgan shikoyatning
protezning vajlari bilan chegaralanmay, unga ilova qilingan qo'shimcha materiallarni hamda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish materiallarini to'liq hajmda tekshiradi. Taftish instansiyasi sudi ish holatini aniqlashtirishni va dalillarni tekshirishni tamomlagach, ishda ishtirok etayotgan shaxslarga ular sudda tushuntirishlar bergan ketma-ketlikda muzokaralarda chiqish imkoniyatini yaratadi. Sud muzokaralar tugallangach, sudya qaror qabul qilish uchun alohida xonaga kiradi. Ishni taftish tartibida ko'rib chiqish natijalari bo'yicha qaror qabul qilinadi. Sud muhokamasining borishi va mazmuni haqida ushbu kodeksning 308-moddasida belgilangan talablarga muvofiq sud majlisining bayonnomasi tuziladi. 324-38-modda ishni taftish tartibida ko'rishda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining vakolatlari. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati ishni taftish tartibida ko'rish natijalari bo'yicha quyidagi qarorlardan birini qabul qiladi. Birinchi instansiya apellyatsiya yoki kassatsiya instansiya sudining qarorini o'zgarishsiz taftish tartibida berilgan shikoyatni protestni esa qanoatlantirmasdan qoldirish to'g'risida. Ikkinchi, apellyatsiya yoki kassatsiya instansiyasi sudining qarorini bekor qilish va birinchi instansiya sudining qarorini o'zgarishsiz qoldirish haqida. Uchinchi, ish bo'yicha qabul qilingan barcha sud qarorlarini bekor qilish va ish yuritishni tugatish to'g'risida. To'rtinchi, birinchi instansiya apellyatsiya yoki kassatsiya instansiya sudining qarorini o'zgartirish yoxud bekor qilish va yangi qaror qabul qilish haqida. Beshinchi, jazo chorasini kuchaytirmagan holda uni ma'muriy huquqbuzarlik uchun javobgarlik to'g'risidagi qonunchilik hujjatida nazarda tutilgan doirada o'zgartirish haqida. Oltinchi, taftish tartibida berilgan shikoyat protest qaytarib olingan taqdirda taftish tartibida ish yuritishni tugatish to'g'risida. 324-39-modda ishni taftish tartibida ko'ruvchi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining qarori. Ishni taftish tartibida ko'ruvchi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining qarorida quyidagilar ko'rsatilishi kerak. Birinchi, sud ishining raqami, qaror chiqarilgan sana va joy. Ikkinchi, sudning nomi va tarkibi, ishni ko'rishda ishtirok etgan prokuror va boshqa shaxslar. Uchinchi, taftish tartibida shikoyat protest bergan shaxs familiyasi, ismi, otasining ismi. To'rtinchi, taftish tartibida shikoyat protest berilgan qarorning qaror qismi mazmuni. Beshinchi, taftish tartibida berilgan shikoyatning protestning ishni taftish tartibida ko'rishda ishtirok etayotgan shaxslar e'tirozlarining va tushuntirishlarning mazmunini, shuningdek prokurorning fikri. Oltinchi, taftish tartibida berilgan shikoyat protest bo'yicha ishni ko'ruvchi sudning qarori. Taftish tartibida berilgan shikoyat protest qanoatlantirilmay qoldirilgan taqdirda ishni taftish tartibida ko'ruvchi sudning qarorida birinchi instansiya apellyatsiya yoki kassatsiya instansiya sudining qarori qonuniy, asosli va adolatli deb topilganligining, shikoyat protest qanoatlantirilmasdan qoldirilganligining asoslari ko'rsatilishi kerak. Qaror bekor qilingan yoki o'zgartirilgan taqdirda ishni taftish tartibida ko'ruvchi sudning qarorida qonunning qaysi normalari buzilganligi va bekor qilinayotgan yoki o'zgartirilayotgan qarorning asossizligi va adolatsizligi nimadan iborat ekanligi vajlari ko'rsatilishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining qarori sudya tomonidan imzolanadi. Ishni taftish tartibida ko'ruvchi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining qarori sud majlisi zalida o'qib eshittiriladi va chiqarilgan kundan e'tiboran qonuniy kuchga kiradi. Ishni taftish tartibida ko'rib chiqish natijalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan chiqarilgan qaror uzul-kesildir. Ishni taftish tartibida ko'ruvchi sudning qarori uni chiqargan sudga yoki boshqa sudga chiqarilgan kundan e'tiboran 3 sutkadan kechiktirmay ish bilan birga ijro etish uchun yuboriladi. 4-paragraf. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlarini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish yuzasidan ish yuritish. 324-40-modda. Sudning qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish huquqi. Jinoyat ishlari bo'yicha sud o'zi chiqargan hamda qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini ushbu paragrafda nazarda tutilgan asoslarga ko'ra va tartibda yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rishi mumkin.
324 prim 41-modda qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlarini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'radigan sudlar. Birinchi instansiya sudi tomonidan chiqarilgan qonuniy kuchga kirgan qaror yangi ochilgan holatlar bo'yicha ushbu qarorni chiqargan jinoyat ishlari bo'yicha sud tomonidan qayta ko'riladi. Yangi ochilgan holatlar bo'yicha apellyatsiya, kassatsiya yoki taftish instansiya sudining qaysi qarorlari bilan sud hujjati o'zgartirilgan yoki yangi sud hujjati qabul qilingan bo'lsa, o'sha qarorlarni qayta ko'rish sud hujjati o'zgartirilgan yoki yangi qaror qabul qilingan instansiya amalga oshiriladi. 324 prim 42-modda sud hujjatlarini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish asoslari. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlari yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish asoslari quyidagilardan iborat. Birinchi, sud hujjat qabul qilingan paytda mavjud bo'lgan, lekin arizachiga ma'lum bo'lmagan va ma'lum bo'lishi mumkin bo'lmagan ish uchun muhim holatlar. Ikkinchi, sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlangan va mazkur ish bo'yicha qonunga xilof yoki asoslantirilmagan sud hujjati qabul qilinishiga sabab bo'lgan ekspertning bila turib yolg'on xulosa berganligi, guvohning bila turib yolg'on ko'rsatuvlar berganligi, bila turib yolg'on tarjima qilinganligi. Uchinchi, sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi ajrimi bilan aniqlangan holatlar, ya'ni ishda ishtirok etuvchi shaxsning yoki uning vakilining yoxud sudyaning mazkur ishni ko'rish chog'ida sodir etilgan jinoiy qilmishlari. To'rtinchi, jinoyat ishlari bo'yicha sudning yoki fuqarolik ishlari bo'yicha sudning yoxud iqtisodiy sudning mazkur ish bo'yicha sud hujjatini qabul qilish uchun asos bo'lib xizmat qilgan hujjati yoki boshqa organning qarori yoxud boshqa huquqiy hujjati bekor qilinganligi. 324 prim 43-modda sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish to'g'risida arizani berish tartibi va muddati. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish to'g'risidagi ariza ushbu sud hujjatini qabul qilgan sudga sud hujjatini qayta ko'rish uchun asos bo'ladigan holatlar ochilgan kundan e'tiboran 1 oydan kechiktirmay ishda ishtirok etuvchi shaxslar yoki prokuror tomonidan beriladi. Arizaning va uningga ilova qilingan hujjatlarning ko'chirma nusxalari ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarga yuborilganligi tasdiqlovchi hujjatlar arizaga ilova qilinadi. Ariza berishning o'tkazib yuborilgan muddati ariza bilan murojaat qilgan shaxsning iltimosnomasi bo'yicha agar iltimosnoma qayta ko'rish uchun asos bo'ladigan holatlar ochilgan kundan e'tiboran 1 oy kechiktirib berilgan bo'lsa va sud muddatini o'tkazib yuborish sabablarini uzrli deb tan olsa, sud tomonidan tiklanishi mumkin. Sud hujjati chiqarilgan paytdan e'tiboran 1 yil o'tgach berilgan arizalar ko'rib chiqilmaydi. 124 prim 44-modda sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish to'g'risidagi arizaning shakli va mazmuni. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi ariza sudga yozma shaklda beriladi. Ariza uni bergan shaxs yoki uning vakili tomonidan imzolanadi. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi arizada quyidagilar ko'rsatilishi kerak. Birinchi, ariza berilayotgan sudning nomi. Ikkinchi, ishda ishtirok etayotgan shaxslar familiyasi, ismi, otasining ismi, ularning turgan joyi, pochta manzili yoki yashash joyi. Uchinchi, arizachi yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rishni talab qilayotgan sud hujjatini chiqargan sudning nomi, ishning raqami, sud hujjati chiqarilgan sana. To'rtinchi, arizachining fikriga ko'ra qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini qayta ko'rib chiqish uchun asos bo'ladigan yangi ochilgan holat hujjatlarga havola qilingan holda. 5. Ariza berayotgan shaxsning talabi. 6. Ilova qilinayotgan hujjatlarning ro'yxati. Arizaga quyidagilar ilova qilingan bo'lishi kerak. 1. Yangi ochilgan holatlarni tasdiqlovchi hujjatlarning ko'chirma nusxalari. 2. Arizachi qayta ko'rib chiqishni talab qilayotgan sud hujjatining ko'chirma nusxasi. 3. Ariza vakil tomonidan imzolangan taqdirda uni imzolash vakolatini tasdiqlovchi hujjat. 324 prim 45-modda sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish to'g'risidagi arizani ish yuritishga qabul qilish. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi arizaning shakli va mazmuniga nisbatan ushbu kodeksda qo'yilayotgan talablarga rioya etilgan holda berilgan ariza tegishli sudning ish yurituvchiga qabul qilinadi. Arizani sudning ish yurituviga qabul qilish to'g'risidagi masala va
Masala u sudga kelib tushgan kundan e'tiboran 5 kundan kechiktirmay sudya tomonidan yakka tartibda hal qilinadi. Arizani ish yuritish qabul qilish to'g'risida sud qaror chiqaradi. Qarorning ko'chirma nusxalari ishda ishtirok etuvchi shaxslarga ushbu kodeksning 324 prim 11 moddasida nazarda tutilgan tartibda yuboriladi. 324 prim 46 modda sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish to'g'risida arizani qaytarish. Sud qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi arizani agar uni ish yuritishga qabul qilish haqidagi masalani hal qilishda quyidagilarni aniqlasa qaytariladi. Birinchi, ariza ushbu kodeksning 324 prim 43 va 324 prim 44 moddalarida belgilangan qoidalar buzilgan holda berilganligi. Ikkinchi, ariza belgilangan muddat o'tgandan keyin berilganligi va uni tiklash to'g'risida iltimosnoma mavjud emasligi. Uchinchi, muddatni o'tkazib yuborish sabablari uzrsiz ekanligi, shunga ko'ra ariza berish uchun o'tkazib yuborilgan muddatni tiklashga asos mavjud emasligi. Arizani qaytarish to'g'risida qaror chiqariladi. Sudning arizani qaytarish to'g'risidagi qarori ustidan shikoyat qilinishi, protest keltirilishi mumkin. Ariza bergan shaxs ushbu modda 1-qismining 1 va 2 bandlarida ko'rsatilgan holatlar bartaraf etilgandan keyin ariza bilan sudga yangidan murojaat qilishga haqli. 324 prim 47 modda sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish to'g'risidagi arizani ko'rib chiqish tartibi va muddati. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish to'g'risidagi ariza u sudga kelib tushgan kundan e'tiboran 15 kundan oshmagan muddatda ishda ishtirok etuvchi shaxslar xabardor qilingan holda ko'rib chiqiladi. Tegishli tarzda xabardor qilingan shaxslarning kelmaganligi arizani ko'rib chiqish uchun to'sqinlik qilmaydi. 324 prim 48 modda sud hujjatni yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish to'g'risidagi arizani ko'rib chiqish natijalari yuzasidan sud tomonidan qabul qilinadigan qaror. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatni yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish to'g'risidagi arizani ko'rib chiqish natijalari yuzasidan sud arizani qanoatlantirish va ilgari o'zi qabul qilgan sud hujjatini bekor qilish haqida yoki arizani qanoatlantirishni rad etish to'g'risida qaror chiqaradi. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish to'g'risidagi arizani ko'rib chiqish natijalari yuzasidan chiqarilgan qarorning ko'chirma nusxalari ishda ishtirok etuvchi shaxslarga yuboriladi. Qonuniy kuchga kirgan sud hujjatini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish to'g'risidagi arizani ko'rib chiqish natijalari yuzasidan chiqarilgan sud qarori ustidan shikoyat qilinishi, protest keltirishi mumkin. Yangi ochilgan holatlar bo'yicha qonuniy kuchga kirgan sud hujjatni bekor qilingan taqdirda ilgari o'zi qabul qilgan sud hujjatini bekor qilgan sudning o'zi ishni ushbu kodeksning belgilangan umumiy tartibda takroran ko'radi. 5-bo'lim ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qarorlarni ijro etish. 25-bob asosiy qoidalar. 325-modda ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qaror ijrosining majburiyligi. Ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qarorni korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar ijro etishi majburiydir. 326-modda ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qarorni ijro etishga qaratish. Ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qaror basharti ushbu kodeksda va O'zbekiston Respublikasining boshqa qonunchiligida o'zgacha qoida belgilanmagan bo'lsa, chegarilgan paytdan boshlab ijro etilishi lozim. Ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qaror ustidan apellyatsiya tartibida shikoyat berilgan yoki protest bildirilgan taqdirda bu qaror berilgan shikoyat yoki bildirilgan protest qanoatlantirishsiz qoldirilgandan keyin ijro etilishi kerak. Ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan joyning o'zida undirib olinadigan jarima solish to'g'risidagi qaror bundan mustasnodir. Jarima solish to'g'risidagi qaror uni ixtiyoriy ravishda bajarishning ushbu kodeksning 332-moddasida belgilangan muddati o'tib ketgandan keyin majburiy ravishda ijro etiladi. Ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qaror uni chiqargan organ mansabdor shaxs tomonidan ijro etishga qaratiladi.
327-modda ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qarorni ijro etish. Ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qaror ushbu kodeksda va O'zbekiston Respublikasining boshqa qonunchiligida belgilangan tartibda vakolatli organlar, mansabdor shaxslar tomonidan ijro etiladi. Bir shaxsga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risida bir necha qaror chiqarilgan hollarda ularning har biri mustaqil ravishda ijro etiladi. 328-modda ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qarorning ijrosini kechiktirish. Ma'muriy qamoqqa olish yoki jarima solish joyining o'zida undirib olinadigan jarima solish bundan mustasno tarzda ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qarorni darhol ijro etishga imkon bermaydigan holatlar mavjud bo'lgan taqdirda bu qarorni chiqargan organ mansabdor shaxs uning ijrosini bir oygacha muddatga kechiktirishi mumkin. 329-modda ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qarorning ijrosini tugatish. Ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risida qarorning chiqargan organ mansabdor shaxs quyidagi hollarda uning ijrosini tugatadi. Birinchi, amnistiya akti e'lon qilinib, u ma'muriy jazo chorasini qo'llanishini yo'q qilsa. Ikkinchi, ma'muriy javobgarlikni belgilovchi normativ hujjat bekor qilingan bo'lsa. Uchinchi, ustidan qaror chiqarilgan shaxs vafot etgan bo'lsa. 330-modda ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qaror ijrosining muhlati. Basharti ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qaror chiqarilgan kundan boshlab 3 oy davomida ijro etishga qaratilmagan bo'lsa, u holda bunday qaror ijro etilmaydi. Ushbu kodeksning 318-moddasiga muvofiq qarorning ijrosi to'xtatib turilgan taqdirda kuchini yo'qotish muddatining kechishi shikoyat yoki protest ko'rib chiqilgunga qadar to'xtatib qo'yiladi. Ushbu kodeksning 328-moddasiga muvofiq qarorning ijrosi kechiktirilgan taqdirda kuchini yo'qotish muddatini kechiktirish davri o'tgunga qadar to'xtatib qo'yiladi. 331-modda ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qarorning ijrosi bilan bog'liq bo'lgan masalalarni hal etish. Ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qarorning ijrosi bilan bog'liq bo'lgan masalalarni shu qarorni chiqargan organ mansabdor shaxs hal etadi. Ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qarorning to'g'ri va o'z vaqtida ijro etilishini nazorat qilish shu qarorni chiqargan organ mansabdor shaxs zimmasiga yuklatiladi. Organning mansabdor shaxslarning ma'muriy jazo qo'llanish to'g'risidagi qarorning ijrosiga oid harakati xususida berilgan shikoyatlar ushbu kodeksning 315-moddasida aytib o'tilgan organlar tomonidan 319 va 320-moddalarda belgilangan talablarga rioya etilgan holda hal etiladi. 26-bob jarima solish to'g'risidagi qarorni ijro etish bo'yicha ish yuritish. 332-modda jarima solish to'g'risidagi qarorni ijro etish muddatlari va tartibi. Jarima huquqbuzarlar tomonidan unga jarima solish to'g'risidagi qaror topshirilgan kundan boshlab 30 kundan kechiktirmay bunday qaror xususida shikoyat berilgan yoki protest bildirilgan taqdirda shikoyat yoki protest qanoatlantirilmaganligi to'g'risida xabar berilgan kundan boshlab 15 kundan kechiktirmay to'lanishi lozim. Ushbu moddaning ikkinchi qismi bundan mustasno. Yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun solingan jarimani huquqbuzar jarima solish to'g'risidagi qaror chiqarilgan kundan e'tiboran 60 kundan kechiktirmay bunday qaror xususida shikoyat berilgan yoki protest bildirilgan hollarda esa shikoyat yoki protest qanoatlantirilmay qoldirilganligi to'g'risida xabar berilgan kundan e'tiboran 30 kundan kechiktirmay to'lashi kerak. 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxslarning mustaqil ish haqqi to'lanmagan taqdirda jarima ularning ota-onalari yoki ular o'rnini bosuvchi shaxslardan undirib olinadi. Ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganlik uchun solingan jarima huquqbuzar tomonidan tegishli bank muassasasiga to'lanadi. Huquqbuzarlik sodir etilgan joyning o'zida undirib olinadigan jarima bundan mustasno. 332-1-modda jarima solish to'g'risidagi qarorni ijro etishning soddalashtirilgan tartibi. Huquqbuzar unga jarima solish to'g'risidagi qaror topshirilgan kundan boshlab 15 kun ichida jarima miqdorining 50% yoki 30 kun ichida jarima miqdorining 70% ixtiyoriy ravishda to'lagan taqdirda u jarimaning qolgan qismini to'lashdan ozod qilinadi. Bundan ushbu moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan hollar mustasno. Jarima solish to'g'risidagi qarorni ijro etishning soddalashtirilgan tartibi quyidagi hollarda qo'llanilmaydi. Ushbu kodeksning
131, 132, 136 va 140-moddalarda nazarda tutilgan huquqbuzarliklar sodir etilganda, jarima solish to'g'risidagi qaror ustidan shikoyat qilinganda yoki protest bildirilganda, xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilganda. 333-modda jarima solish to'g'risidagi qarorni majburiy ijro etish. Huquqbuzar jarimani ushbu kodeksning 332-moddasida belgilangan muddat ichida to'lamagan taqdirda jarima solish to'g'risidagi qaror sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunchilikda belgilab qo'yilgan qoidalarga muvofiq jarimani uning ish haqqi yoki boshqa maoshidan, nafaqasidan yoki stipendiyasidan majburiy tartibda undirib olish uchun yuboriladi. Basharti jarima solingan shaxs ishlamayotgan bo'lsa yoxud jarimani huquqbuzarning ish haqqi yoki boshqa daromadidan, pensiyasi yoki stipendiyasidan boshqa sabablarga ko'ra undirib olishning iloji bo'lmasa, uni undirib olish davlat ijrochisi tomonidan jarima solish to'g'risidagi tegishli organ mansabdor shaxs chiqargan qaror asosida huquqbuzarning mulkidan, shuningdek umumiy mulkidagi uning hissasidan undirib olish yo'li bilan amalga oshiriladi. Jarima O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq ijro hujjatlari bo'yicha undirib olinishi mumkin bo'lmagan mol-mulkdan undirib olinishi mumkin emas. 334-modda joyning o'zida undirib olinadigan jarima solish to'g'risidagi qarorni ijro etish. Ushbu kodeksning 283-moddasiga muvofiq jarima ma'muriy huquqbuzarlik sodir qilingan joyning o'zida undirib olingan taqdirda huquqbuzarga qat'iy moliyaviy hisobot hujjati hisoblangan belgilangan nusxadagi kvitansiya beriladi. Jarima ma'muriy huquqbuzarlik sodir etilgan joyning o'zida to'lanmasa, ishni ko'rib chiqish va qarorni ijro etish uchun kodeksning 332 va 333-moddalarida nazarda tutilgan tartibda amalga oshiriladi. 335-modda jarima solish to'g'risidagi qarorni ijro etish ishlarini tugallash. Jarima solish to'g'risidagi qarorga muvofiq jarima to'la-to'kis undirib olingach, uning ijro etilganligi haqida belgi qo'yilib, shu qarorni chiqargan organga, mansabdor shaxsga yoki sudga qaytariladi. Majburiy ijroga qaratilgan jarima solish to'g'risidagi qaror ijro etilgandan so'ng davlat ijrochisi ijro ishini yuritishni tamomlash to'g'risida qaror chiqaradi va uning bir nusxasini uni chiqargan organga, mansabdor shaxsga yoki sudga yuboradi. 27-bob narsani haqqini to'lash sharti bilan olib qo'yish to'g'risidagi qarorni ijro etish bo'yicha ish yuritish. 336-modda narsani haqqini to'lash sharti bilan olib qo'yish to'g'risidagi qarorni ijro etish. Haqqini to'lash sharti bilan olib qo'yish to'g'risidagi qaror asosida olib qo'yilgan narsalar belgilangan tartibda shartnoma vositachilik asosida yoxud auksion shaklidagi kimoshdi savdosida realizatsiya qilinadi. Qurolni va uning o'q-dorilarni haqqini to'lab qo'yish to'g'risidagi qaror ichki ishlar organlari tomonidan ijro etiladi. Haqqini to'lash sharti bilan olib qo'yilgan narsani sotishdan tushgan pullar ushbu kodeksning 26-moddasiga muvofiq olib qo'yilgan narsalarni sotish xarajatlarini chegirib qolib, shu narsalarning sobiq egasiga topshiriladi. 28-bob narsani musodara qilish to'g'risidagi qarorni ijro etish bo'yicha ish yuritish. 337-modda narsani musodara qilish to'g'risidagi qarorni ijro etish. Ma'muriy huquqbuzarlik sodir etish quroli yoki bevosita shunday ashyo bo'lgan narsani musodara qilish to'g'risidagi qaror O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi organlarining davlat ijrochilari tomonidan ijro etiladi. 338-modda musodara qilingan narsani sotish yoki yo'q qilib tashlash tartibi. Ma'muriy huquqbuzarlik sodir etish quroli yoki bevosita shunday narsa bo'lgan musodara qilingan narsani sotish va yo'q qilib tashlash belgilangan tartibda amalga oshiriladi. 339-modda narsani musodara qilish to'g'risidagi qarorni ijro etish bo'yicha ish yuritishning tugallanishi. Ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etish quroli yoki bevosita shunday narsa bo'lgan ashyoni musodara qilish to'g'risidagi qaror ijro etilgandan so'ng davlat ijrochisi ijro ishi yuritishni tamomlash to'g'risida qaror chiqaradi va uning bir nusxasini uni chiqargan jinoyat ishlari bo'yicha sudga yuboradi. 29-bob maxsus huquqdan mahrum etish to'g'risidagi qarorni ijro etish bo'yicha ish yuritish.
340-modda maxsus huquqdan mahrum etish to'g'risidagi qarorni ijro etuvchi organlar. Transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etish to'g'risidagi qaror ushbu kodeksning 248-moddasida ko'rsatib o'tilgan ichki ishlar organlarining mansabdor shaxslari tomonidan ijro etiladi. Kema haydovchilarini kichik hajmli kemalarni boshqarish huquqidan mahrum etish to'g'risidagi qaror ushbu kodeks 349-1-moddasining 4-qismida ko'rsatib o'tilgan O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi kichik hajmli kemalar inspeksiyasining mansabdor shaxslari tomonidan ijro etiladi. Ov qilish huquqidan mahrum etish to'g'risidagi qaror ushbu kodeksning 261-moddasi 2-qismida aytib o'tilgan ov qilish qoidalariga rioya etilishi ustidan davlat nazorati olib boruvchi organlarning mansabdor shaxslari tomonidan ijro etiladi. 341-modda transport vositalarini yoki kichik hajmli kemalarni boshqarish huquqidan mahrum etish to'g'risidagi qarorni ijro etish tartibi. Transport vositalarini yoki kichik hajmli kemalarni boshqarish huquqidan mahrum etish to'g'risidagi qaror haydovchilik guvohnomasini, shuningdek uning talonini olib qo'yish yo'li bilan ijro etiladi. Basharti haydovchi yoki kema haydovchisi transport vositalarining yoki kichik hajmli kemalarning ayrim turlarini boshqarish huquqidangina mahrum etilgan bo'lsa, haydovchilik guvohnomasiga va uning taloniga transport vositalarining yoki kichik hajmli kemalarning qaysi turlarini boshqarish huquqidan mahrum etilganligi yozib qo'yiladi. Transport vositalarini boshqarish huquqini beruvchi guvohnomalarni olib qo'yish tartibi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan kichik hajmli kemalarni boshqarish huquqini beruvchi guvohnomalarni olib qo'yish tartibi esa O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining kichik hajmli kemalar inspeksiyasi tomonidan belgilanadi. 342-modda ov qilish huquqidan mahrum etish to'g'risidagi qarorni ijro etish tartibi. Ov qilish huquqidan mahrum etish to'g'risidagi qaror ovchilik biletini olib qo'yish yo'li bilan ijro etiladi. Ov qilish huquqidan mahrum etilgan shaxs ovchilik biletini topshirishdan bo'yin tovlagan taqdirda ov qilish qoidalariga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini amalga oshiruvchi organlar ovchilik biletini belgilangan tartibda olib qo'yadilar. 343-modda maxsus huquqdan mahrum etish muddatini qisqartirishning asoslari va tartibi. Muayyan muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan yoki ov qilish huquqidan mahrum etilgan shaxs mehnatga halol munosabatda bo'lishi va namunali xulq-atvori bilan o'zini ko'rsatgan taqdirda unga nisbatan jazo qo'llagan jinoyat ishlari bo'yicha sud bunday huquqdan mahrum qilish muddatini belgilangan muddatning kamida yarmi o'tgach va sud tomonidan tayinlangan jarima to'langach korxona, muassasa, tashkilot ma'muriyatining iltimosi bilan qisqartirilishi mumkin. 344-modda maxsus huquqdan mahrum etish muddatini hisoblash. Transport vositalarini haydovchilar va ov qilish qoidalarini buzgan shaxslar maxsus huquqdan mahrum etish to'g'risidagi qaror chiqarilgan kundan boshlab shunday huquqdan mahrum etilgan deb hisoblanadilar. Maxsus huquqdan mahrum qilish muddati o'tgach, shuningdek, bu muddat ushbu kodeksning 343-moddasiga muvofiq qisqartirilgan taqdirda shunday ma'muriy jazo chorasiga tortilgan shaxsga undan olib qo'yilgan hujjatlar belgilangan tartibda qaytarib beriladi. Transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan haydovchi haydovchilik guvohnomasini topshirishdan bosh tortgan taqdirda bu huquqdan mahrum etish muddati guvohnoma olib qo'yilgan kundan boshlab, lekin qaror chiqarilgan organ belgilangan mahrum etish muddati tugashidan kechiktirmasdan hisoblanadi. 30-bob ma'muriy qamoqqa olish to'g'risidagi qarorni ijro etish bo'yicha ish yuritish. 345-modda ma'muriy qamoqqa olish to'g'risidagi qarorni ijro etish. Ma'muriy qamoqqa olish to'g'risidagi qaror chiqarilgandan keyin darhol ijro etiladi. 346-modda ma'muriy qamoqni o'tash tartibi. Ma'muriy qamoqqa olingan shaxslar ichki ishlar organlari belgilab qo'ygan joylarda qamoqda saqlanadilar. Ma'muriy qamoqqa olish to'g'risidagi qarorni ijro etish chog'ida qamoqqa olinganlar shaxsiy ko'rikdan o'tkaziladilar. Ma'muriy yo'l bilan ushlab turish muddati ma'muriy qamoq muddatiga qo'shib hisoblanadi. Ma'muriy qamoqni o'tash O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan qoidalar asosida amalga oshiriladi. Ma'muriy qamoqqa olingan shaxslar
jismoniy ishlarda foydalaniladi. Ma'muriy qamoqqa olingan shaxslar mehnatidan foydalanishni tashkil etish tuman shahar hokimliklariga yuklatiladi. Ma'muriy qamoqqa olingan shaxslarga qamoqda bo'lgan vaqtlari uchun doimiy ish joylaridan ish haqqi to'lanmaydi. 30-1 bob Chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorni ijro etish bo'yicha ish yuritish. 346-1 Chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorining ijrosini amalga oshiruvchi organlar. Chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish to'g'risidagi qaror quyidagi organlar tomonidan ijro etiladi. Ushbu kodeksning 51-2, 51-8, 51-9, 56, 57, 58 moddalarida 61-1 moddasining birinchi qismida 94, 165-1, 184-2, 184-3, 189-1, 201, 202-1 moddalarida 225 moddasining birinchi, uchinchi qismlarida 239, 240, 241 moddalarida nazarda tutilgan huquqbuzarliklar chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar tomonidan sodir etilgan taqdirda ichki ishlar organlari tomonidan ushbu kodeksning 224-1 moddasining 3 va 4 qismlarida nazarda tutilgan huquqbuzarlik chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar tomonidan sodir etilgan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizligi xizmatining chegara qo'shinlari tomonidan 246-2 modda chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorni ijro etish. Chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorni ijro etish. Mazkur shaxslar qaysi chet davlat hududidan chiqarib yuborilayotgan bo'lsa, o'sha chet davlatining hokimiyat vakiliga ularni rasmiy ravishda topshirish yoxud chiqarib yuborilayotgan shaxsning O'zbekiston Respublikasi hududidan nazorat ostida mustaqil ravishda chiqib ketishi yo'li bilan amalga oshiriladi. Agar chiqarib yuborilayotgan shaxsni chet davlat vakiliga topshirish O'zbekiston Respublikasining mazkur davlat bilan tuzilgan shartnomasida nazarda tutilmagan bo'lsa, chiqarib yuborish O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari tomonidan belgilanadigan joyda amalga oshiriladi. Chet el fuqarosini yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsni O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasi orqali o'tkazish punktidan chiqarib yuborish to'g'risida mazkur shaxs qaysi chet davlat hududi orqali chiqarib yuborilayotgan bo'lsa, o'sha chet davlatning hokimiyat vakillari agar O'zbekiston Respublikasining ushbu davlat bilan tuzilgan shartnomasida nazarda tutilgan bo'lsa, xabardor qilinadi. Chet el fuqarolarini va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni ma'muriy tarzda chiqarib yuborish to'g'risidagi qarorni ijro etish dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi. 31-bob qarorning mulkiy zararni undirib olish xususidagi qismni ijro etish bo'yicha ish yuritish. 347-modda qarorning mulkiy zararni undirib olish xususidagi qismini ijro etish tartibi va muddatlari. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish yuzasidan chiqarilgan qarorning mulkiy zararni undirib olish xususidagi qismi ushbu kodeks va O'zbekiston Respublikasi boshqa qonunchiligi bilan belgilangan tartibda ijro etiladi. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish yuzasidan chiqarilgan qarorning mulkiy zararni undirib olish xususidagi qismi ijro hujjati hisoblanadi. Mulkiy zarar huquqbuzar tomonidan unga qaror topshirilgan kundan boshlab 15 kundan kechiktirmay to'lanishi lozim. Ushbu kodeksning 311-moddasi bunday qaror xususida shikoyat berilgan yoki protest bildirilgan taqdirda shikoyat yoki protest qanoatlantirilmaganligi ma'lum qilingan kundan boshlab 15 kundan kechiktirmay qoplanishi lozim. 348-modda qarorning mulkiy zararni undirib olish xususidagi qismini bajarmaslik oqibatlari. Qarorning mulkiy zararni undirib olishga oid qismi ushbu kodeks 347-moddasining 3-qismida belgilangan muddatda ijro etilmasa, u qonunchilikda belgilangan tartibda majburiy ijro uchun davlat ijrosiga yuboriladi.